Ba'zida hayot murakkab. Har nafasda Yaratganga shukr qiling. Qalban shukr qilib yashashni o'rganing. Allohim, men uchun xayrlisi nima bo'lsa, o'shani ber deyishni odat qiling va vaziyatni Robbim hukmiga topshirishni o'rganing. Shoshmaydigan, asabiylashmaydigan, yoqimsiz holatlarda ham yaxshilik ko'ra oladigan, olamni chiroyli va rangli ko'rishni boshlaydigan bo'lasiz. Biz esa sizlarga eng kerakli va hayotiy tajribalarimizni videoroliklarimiz davomida bo'lishib boramiz. Bizni kuzatayotganingiz va men bilan ekanligingizdan juda ham xursandman. Oz bo'lsa-da hayotingizni boshqa tomonga, yaxshi, rangli tomonga o'zgartira olsam, men bundan albatta xursand bo'laman.